Assalomu alaykum do'stlar. Xullas, Rossiyaga endi ishlashga kelayotganlar va ishlab ketganlar e'tibor berishlarini so'raymiz. Rossiyada taxminan 2025-yil 60 mingdan ortiq migrantning patenti bekor qilindi. Bu haqda Rossiya Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Aleksandr Grebenkin Rossiyskiya gazeta nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, 2024-yildan boshlab migrantlar ruxsatnomani olganlaridan keyin 2 oy ichida Ichki ishlar vazirligi hududiy bo'linmalariga ishga qabul qilinganligi haqida уведомление, ya'ni xalq tilida трудовой договор berishlari shart edi. Agar xabarnoma berilmagan bo'lsa, patent avtomatik ravishda bekor qilinadi, ya'ni nurd qilinadi va mamlakatda qonuniy yashash uchun asos qolmaydi. Grebenkining so'zlariga ko'ra, bekor qilishning asosiy sababi mana shu xorijiy fuqarolarning mehnat yoki fuqarolik huquqiy shartnomalarini nusxalarini taqdim etmaganligi. Bundan tashqari 2024-yil Rossiya Ichki ishlar vazirligini bilasizlar, migratsiya xizmati vakili Aleksey Gasak xabar berganda, juda ham ko'plab insonlar 2024-yilga nisbatan 2025-yilda deport bo'lgan, ya'ni Rossiyaga kirishga taqiqlar qo'yilgan. Shuning uchun Rossiyada yurganlar imkon boricha hujjatlaringizni o'sha patentni falon pul to'lab olganlaringizdan keyin уведомление topshirishni ham unutmanglar. Keyinchalik patent analiz bo'lsa, bilasizlar, bilmaganlar bilib qo'ysin, 1 yil davomida patent chiqmaydi. Shuning uchun hujjatlarni joyida qilib yurishga harakat qiling. Xayr, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin va like. Plus kommentariyada fikrlaringizni yozib qolinglar. Rossiyada yildan yilga shunchalik juda ham ko'p deport bo'lyapti.